bitta narsani o'ylab qoldim. Agar hamma aqlli ochkilarni bitta chiziqqa qo'ysak, chizuvni boshida Apple Vision Pro turgan bo'ladi. Narxi qimmat, og'ir, lekin funksiyalari juda ham ko'p ochki. Chiziqqa oxirida esa Meta Ray-Ban ochkilari turgan bo'ladi. Esingizda bo'lsa, kamerali ochki edi. U oddiy ochkiga o'xshaydi, yengil, lekin funksiyasi unaqa ko'p emas. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar Apple Vision Pro kichrayib qaysidir nuqtaga kelsa va Meta Ray-Ban kuchayib qaysidir bitta o'rtaga kelsa, bizda oltin o'rtalik bo'ladi. Va shu vaqtga yetib boramizmi deb o'ylagan edim. Lekin manimcha shu vaqtlarga keldik. Shu o'rtada bizda X-Real One bo'lishi mumkin. Bu ko'rinishidan oddiy ochki, lekin buni taqqaningizda buni ekrani bor. O'sha oddiy ochkilarga ekran qo'yishyapti. Bu ochkini ishlatib yurganimga o'sha 1 oydan oshdi va o'zim pluslari, minuslarini ham ko'rdim bu ochkini. Keling hammasini boshidan boshlaymiz. Boshida bu ochkini olganimdan keyin tanishlarim, o'rtoqlarim taqib ko'rishdi va ularning reaksiyasini ko'rishinglar mumkin. Kompyuterni osh cho'tka ekan o'zi. Как будто kompyuter oldida o'tirgandek, lekin kiysa boshqacha bo'larkan. Ko'ryapti? Ovozi ham normal eshitadi. Voy. Hozir qanaqa kinoteatrda o'tirgandek to'g'ri voy. Wow. Kachsiz o'sha gap bo'lishi mumkin emas. O'zim ham taqqanimda boshida shunaqa reaksiya bo'ldi. Buni o'zingiz taqib ko'rmasangiz tushuntirib berish qiyinroq, lekin bu videoda harakat qilib ko'raman. Xo'p, ochkini o'zini taqsangiz, hech qanaqa yoqadigan, shunga o'xshash knopkalari yo'q va taqsangiz hech narsa ko'rinmaydi ham sizga. Lekin mana shu sim ko'p narsani o'zgartirib oladi. Bu sim ikkita tarafi Type-C bo'ladi. Bitta tarafini ochkiga tiqiladi. Ochkini o'zida tiqadigan joyi bor. Va ikkinchi tarafi esa telefoningizga, notebookingizga yoki boshqa device-laringizga tiqiladi. Shundan keyin bu ochkini taqqaningizda sizga katta ekran paydo bo'ladi. Mana hozir ham katta ekranni ko'rib turibman. O'zi bu qanaqa ishlaydi desangiz, bu xuddi proyektor vazifasini bajaradi. Siz nimaga o'ylasangiz ham, u izobrajeniyani sizga katta ko'rsatib beradi. Oddiy qilib aytganda, siz agar telefoningizga ulasangiz, telefoningizdagi videoni siz bu yoqda xuddi kinoteatrda ko'rgandek katta qilib ko'rsangiz bo'ladi. O'zi qanaqa ishlaydi desangiz, tepadan 90 gradusga bizaga svet tushadi. Bu bizani ko'zimizga keladi. Ya'ni kameralarda, proyektorlarda, shunga o'xshagan narsalarda xuddi shunaqa texnologiya ishlaydi. Va bu narsa bizga mana to'g'rimizda ko'rayotgandek bo'ladi. Tasavvur qiling, futbol beryapti. O'zbekiston jahon chempionatida Portugaliya bilan o'ynayapti va siz shunaqa zo'r o'yinni kichkina telefoningizda emasda, katta ekranda ko'rishga nima deysiz? Ya'ni yotib olib ko'rsangiz bo'ladi. Ekranda tepaga qo'yib olasiz, yotib ko'rasiz. Dizayniga kelsak, ko'rinishi oddiy ochkilarga o'xshamaydi. Chunki buni oynasidan tashqari video ko'rish uchun yana bitta oynasi bor. Chetlarida 3 ta knopkasi bor. Birinchisi tepadagi bu prozrachnisini to'g'irlash uchun. Ya'ni mana hozir yuzim sizlarga ko'zim ko'ryapti va bunda qorong'uroq bo'ldi. 3 ta rejim bor. Och, o'rtancha va qop-qorong'i qilib qo'yadi. Siz bu yoqda mana kamerani hozir ko'ryapman. Agar qorong'i qilsam va faqat ekranni ko'raman, boshqa narsalarga chalg'imasligim uchun. Tagida yana 2 ta knopkasi bor. Mana bu uzuni bu bizga botli ekranni yarkisini baland qilish uchun kerak bo'ladi. Qorong'i xonada ko'rayotganingizda pastroq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yorug'roq joyga chiqqaningizda balandroq qilib olasiz. Yonida yana qizil knopkasi esa menyuga kiradi. Menyusida yana ko'p nastroykalar bor. Menyus haqida keyinroq gaplashamiz. O'zi buni taqib yurish qulaymi desangiz, ha, faqat bu 87 gram bo'lgani uchun oddiy ochkilardan sal og'irroq. Men 1-2 soat kino ko'rib yotganimda nimani sezdim? Ozgina og'ir bo'lganiga burnimga nagruzka tushgandek sezildi. Lekin umuman olganda yaxshi. Unchalik ham
Apple Vision Pro'lardagi og'ir narsa emas. Ko'pchilik so'radi, ko'zni og'ritib yubormaydimi? Ekran shunday yoningizda bo'lgani uchun dedi. Men o'zim bu narsani sezmadim. Ko'p ochkilarda unchalik ham sezmayman ko'zim og'riganini, chunki 4-5 soatlab taqib yurmayman. Maksimum 2-3 soat taqib sinab ko'raman bu narsani. Lekin shu payt ham og'ritib yubormadi. Demak, men hammanikini ham og'ritib yubormaydi deya olmayman. Lekin boshqalar kommentlarda, boshqa joylarda, bo'lmasa hayotda ham taqib ko'rgan odamlar ham o'zimga aytishdi. Bir xil ochkilar ularning ko'zini og'ritib yuborar ekan. Va bu ochkini taqib ko'rganlar ham, deylik 3 ta odam taqib ko'rgan bo'lsa, bittasini qanaqadir muammo bo'ldi. Ya'ni taqqisi kelmadi yoki ko'zini rostdan og'ritib yubordi yoki to'g'ri kelmadi. Shunaqa muammolar bo'ldi. Lekin menga har doim universallik tushib ketadi ochkilar. Eng zo'r narsasi nima bilasizlarmi? Buni zaryadga olmasligi. Chunki hayotimizda shunaqa ko'p gadjetlar ko'payib ketdi. Hammasi zaryadga olish kerak. Soatingiz ham zaryadga oladi, ochkingiz ham zaryadga oladi, oyoq kiyimingiz ham zaryadga oladigan bo'lib ketdi. Lekin buni zaryadga olmasligi menga yoqdi. Chunki qanaqa ishlaydi desiz, bu simlar telefoningizga ulangani uchun bo'ldi. Shu telefoningizni zaryadkasi ketaveradi. Bu zaryadga olishi shart bo'lmaydi. Shunda siz misol uchun 1-2 soat narsa ko'rsangiz o'chib qoladi deb qo'rqmaysizda. Prosta telefoningiz zaryadkasiga qarab qo'yasiz, zaryadkasi bor bo'lsin. Bo'ldi, ko'rib o'tirasiz. Va bu zo'r yechim menimcha. Ko'pchilik boshqa kompaniyalar ham o'rganishligi kerak shunaqa narsalarga. Ko'pchilik mendan so'radi. Shunda faqat kino yoki shunga o'xshagan videolarni ko'rib o'tiramizda, bo'ldi, qanaqadir qo'lda nimadirlar boshqarsa bo'lmaydimi deyishdi. Va men Samsung ishlatganim uchun men buni yo'lini topdim. Samsungni bilsanglar, Samsung DeX funksiyasi bor. Bu qanaqa ishlaydi? Siz Smart TVga, ya'ni televizoringizga yoki monitorga ulanib turib, sizni telefoningizni xuddi kompyuter qilib bu yoqqa ishlatsangiz bo'ladi. Balki videolarni ko'rgandirsiz. Va shuni ishlatib ko'ray dedimda, ochkiga uladim, Samsung DeX funksiyasini yoqdim. Va qaranglar, hozir mana to'g'rimda kompyuter bo'lib turibdi. Ya'ni telefonim bu yoqda xuddi Windowsga o'xshab ochilgan. Men bu yoqdan touchpaddan ishlatsam bo'ladi. Zo'r. Mana men hozir yurg'izib bitta priложение kiryapman, kiryapti va o'sha jestlar ishlayapti. Notebookda qanaqa jestlarga o'rgangan bo'lsanglar, uni ikkita qo'lni bundoq qilsangiz bu yoqqa o'tish kerak yoki 3 tada qilsangiz, shunga o'xshagan jestlarni hammasi ishlaydi bu yerda. Menyusiga keldik. Nimalarni o'zi to'g'rilasa bo'ladi. Qarang, ekran qancha katta yoki kichkinaligini to'g'rilasak bo'ladi. Eng kattasi 197 dyuym, ya'ni juda ham katta ekran. Va uni uzoq, yaqinligini ham to'g'rilasangiz bo'ladi. Mana hozir misol uchun 3 metr menda masofada turibdi. Uni qizil knopkasini bosib 10 metrgacha uzoqlashtirsam bo'ladi. Yana nastroykasida stabilizatsiya bor. Uni yopib qo'yishingiz shart. Chunki bo'lmasa qo'yingiz ham aynab boshingiz ham og'rib ketadi. Bunaqa ekran tirillab bo'ladi. Stabilizatsiyani yopib qo'ysangiz yumshoq turadi ekran. Ya'ni ekranning o'zi 3 xil положенияsi bor. Birinchisi bu qotirib qo'yasiz. Ekran shu yerda qotib turadi. Siz bu yoqqa qarasangiz, bu yoqda hech narsa yo'q, faqat ekran o'rtada turgan bo'ladi. Ikkinchisi bu siz bilan yuradigan ekran. Shunda siz qayerga qarasangiz ham ekran siz bilan birga yuradi. Uchinchisi esa o'zim ham bilmayman nimaga bunaqa funksiyasi bor. Bu kichkinagina ekrancha bo'ladi. Ya'ni o'zi katta ekran, bitta knopkasini bossangiz kichkina bo'lib qoladi. Va men o'ylashimcha bu nimaga kerak? Siz bu yoqdan prozrachность rejimini yoqib olasiz. Agar kimdir bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, unga qarab gaplashayotgandek ko'rsatasiz, lekin bu yoqda o'zingiz reels ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Menimcha shunga qilishgan, yo'qmasa nimaga qilishligi mumkin aytinglar. Komment yozib qoldiringlar agar qanaqadir qiziqroq fikringiz bo'lsa. Hamma narsani plusi bo'lgandek, minuslari ham bo'ladi. Minuslari bor ekan bu ochkini. Birinchi o'rinda bu mana shu kabel. Shuncha maqtagan kabelimda minus tarafi bor ekan. Chunki mana men Samsung S21 telefonimga ulasam, bu ishlayapti. Ya'ni telefonimga ulanyapti-da, bu yoqda ekranni ko'rsatyapti. Agar boshqa tanishlarim telefoniga ulasam, deylik Redmi Note 8, Redmi Note 14 ga uladim, Redmi'larda umuman ishlamadi. Samsungga A56 ga uladim, unda ham ishlamadi. Ishlamadi deganim, telefonga tiqyapman, lekin bu yoqda hech narsa ko'rsatmayapti. Qop-qorong'i ekran bo'lib turibdi. Keyin iPhone'larga urib ko'rdim. iPhone 15 Pro Max'da ishladi. Keyinchalik MacBook va notebooklarga uladim, ularda ham ishladi. Va tushundimki, bu yerda simda muammo. Sim o'zi Type-C 2-avlodi ekan. Hozir bilsanglar 3-avlodidan ham o'sha keyingilari chiqib ketgan. Bu eskicharoq bo'lgani uchun yangi chiqayotgan telefonlarni qo'llab-quvvatlamas ekan. Yoki yangi telefon chiqayotganlar oldingi simni qo'llab-quvvatlamagani uchun ham bir-biriga to'g'ri kelmay qolyapti.
nima yechim qilsa bo'ladi? Birinchi o'rinda perexotnik olish kerak. Perexotnikka siz busni tiqasiz va o'sha perexotnikka telefonga yoki boshqa joyga tiqishingiz kerak. Uning yana bitta plyus tarafi, agar PlayStation'ingiz bo'lsa, Nintendo, shunga o'xshagan o'ynaydigan konsollaringiz bo'lsa, kompyuteringiz bo'lsa yoki qanaqadir rul bor, shunga o'xshagan o'ynaydigan narsalar yoki boshqacha bitta device'larga tiqib ko'rmoqchi bo'lsangiz ham perexotnik kerak bo'ladi. Bu faqatgina Type C. Lightningga tiqmoqchi bo'lsangiz ham perexotnik kerak. Ikkinchi muammosi o'zim sezganim, endi bu dizaynida buni to'g'ridan qarasangiz oddiy ochkiga o'xshab ketadi, lekin chetdan qarasangiz mountlar ochuv va mana burningiz yondan chiqib qolganga o'xshaydi. Buni yana bitta muammo shunga ulanib ketgan. Bu degani sizni chetlaringiz ochuv bo'lgani uchun siz qanchalik ekranni qora qilmasangiz ham chetlaring svet, ya'ni boshqa narsalar sizga xalaqit beradi. Agar oq kiyim kiygan bo'lsangiz, menga o'xshab, bu ochkida отражать qiladi, tasavvur qilasizmi? Bu men olganim X-Real One versiyasi. Buni One Pro'si bor. U bundan yaxshiroq va qimmatroq, lekin unda bitta yechim qilishgan shunga. Buni tagida yana bitta qora narsasi bo'ladi-da, sizni tagingizni yopib turishi uchun. Chunki mana bunaqa chetlaringiz bilan yopib tursa, siz bemalol kino ko'rsangiz bo'ladi, mana chetdagi narsalarga chalg'imasdan. Va uchinchi minusi, bu men yotib kino ko'rdim, YouTube ham ko'rdim. Shunda ochki ozgina bo'lsa ham qizib ketishini sezdim. Ya'ni telefonlardagi juda ham qizib ketmayapti. Burningizni tagida bo'lgani uchun protsessorlari shu yerda, ya'ni ochkida va ochki ozgina qizishini sezdim. Bu unaqa yomon bo'lmasa kerak. Prosta aytib qo'yganman. Ya'ni nimaga qizib ketyapti degan savollar ham bo'lishi mumkin agar bu ochkini olganlar bo'lsa. Shunaqa taraflari ham bor ekan. Yana bitta savol, bu ochkini o'zi qatladi, taqiladi deyishingiz mumkin. Ularning reklamasi bo'yicha, ya'ni X-Real kompaniyasi aytishi bo'yicha, siz buni deylik o'chirsizlarda, misol uchun aeroportda o'chirda turibsiz, juda ham uzoq 2-3 soatlab kutishingiz kerak. Shu payt taqsangiz bo'ladi deyishyapti. Samolyotda ketyapsiz, shu payt misol uchun yoningizda kichkina planshet turgan bo'ladi. Shuni o'rniga siz katta ekran qilib ochkini taqsangiz bo'ladi deyishyapti. Yoki o'zingiz fikrlab ko'ring, qatlada taqsa bo'ladi. Poyezdda, shunga o'xshagan joylarda o'tirib taqib ketishga yoki umuman yotganingizda, yotib kinoni, futbolni, любой narsani tepaga qarab ko'rib yotishingiz uchun ham kerak bo'ladi. Va eng qizig'i, hammamizni qiziqayotgan narxiga kelsak. Narxi ofitsialniy saytida $500 dan boshlanadi. O'zbekistonda esa $650-700 atrofida sotishyapti. Bu O'zbekistonga kelgan birinchi avlodlaridan. Bundan oldingilari ham bor edi. Ularda ishoning juda ham ko'p baglar bor. Narxi qimmat bo'lgan va buni ularning ustida ishlangan versiyasi mana shu X-Real One bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? $650 ga bu ochki arziydimi? Va olib ishlatib ko'rgan bo'larmidingiz? Uje esingizda bo'lsa, kamerali ochkimni aytgan edim. Odamlar shuncha narxga, tam $400-500 ga kamerali ochki olishadimi? Noto'g'rimi? Odamlar o'sha ochki madaniyatiga o'rganishdimi? O'sha $600 ochki uchun unaqa katta pul emasmikan? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shuncha qilayotgan mehnatimizni qadrlaganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.